Qaranglar. Qo'ylar shunaqa ham sevib ekan bu yemni to'g'risi. Ha, qo'ylar juda yaxshi ko'rib yeyishadi qo'ylar. Aka, bunaqa darajaga kelishiga sabab nima bo'lyapti, aka? Bu haqiqatan mollarimiz olib kelinganda achinarli darajada edi. Ozg'in, arriq deyiladi o'zimiz tillarda. Bizlar mana bu magnit. Keling. Magnit omiqda yemlaridan berdik. Mana shu yemni o'zimiz ishlab chiqaryapmiz hozirgi kunda. Tarkibi boyitilgan omiqda yem. Omiqda yem. Nomi shunday bo'ladi. Ha, nomi shunday. Buni tarkibida 11 xil mol yeydigan mahsulotlar qo'shilgan. Aka, buni tayyorlash qanday bo'ladi? Quruqlay berish kerakmi yo'qida nam holatdami? Agar hozirgi sharoitda men o'zim pichinay. Aka, bering qani endi bir ko'raylik yeyishini. Bismillah. Yeyishini qaranglar uni. Lekin quruqga nisbatan uvutilgani yaxshi yeykanda, to'g'rimi? Uvutilgani. Qaranglar. Sigirimizni suti 10 litrdan oshib ketdi, 10 litrga chiqib ketdi. Oldin 3 litr bergan, to'g'rimi? 3 litr bergan mol o'zi 10 litrga yaqinlashib qo'ydi. 5 litrlar 10 litrdan oshib ketyapti. Birga bir sutni oshiryapti. Ya'ni sabab shu yemimiz bo'lyapti. Sabab yem. Bir oyga juda ham zo'r rezultat. Men rasmlarni ko'rdim, oldin bir oy oldingi holatini to'g'risi chorva, moli, qo'yi bor akalarimiz uchun yangilikni dahshatini topib qo'ydim. Bir oy oldin mana shu ko'rib turgan mollaring daja achinarli holga deyishyapti. Hozir bir oydan keyin shu holga kelgan, buni sababi qanday bo'lgan? Keling. Mana shu ko'rib turgan yemlaring bu noodatiy yem ekan. Hozir video davomiga bu tarkibiga nimalar bor, hamma ma'lumotlar berib o'tib ketamiz. Kanalga yangi bo'lsalaring bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim qiziqarli videolar chiqarib boraveramiz. Birinchilardan ko'rishlaring mumkin. Chorva, molga qiziqadigan akalarimizga bu videomizda podelitsiya tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz. Farhod aka, keling. Assalomu alaykum. Farhod aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, Xudoga shukr. Farhod akam mollari o'ziniki bo'lyapti, to'g'rimi aka? Shunday. Bu mollar bir oy oldin achinarli holga edi, to'g'rimi aka? Mana bir oydan keyin operatsiya ko'rshatishingiz mumkin. Mollar daji borki, o'zlari aytadilar, juda ham zo'r rezultat berdi. Men o'zim ko'zimga ishonmadim dedilar. Aka, bunaqa darajaga kelishiga sabab nima bo'lyapti aka? Bu haqiqatan mollarimiz olib kelinganda achinarli darajada edi. Ozg'in, arriq deyiladi o'zimiz tillarda. Bizlar mana bu magnit. Keling. Magnit omiqda yemlaridan berdik. Mana shu yemni o'zimiz ishlab chiqaryapmiz hozirgi kunda. Tarkibi boyitilgan omiqda yem. Omiqda yem. Nomi shunday bo'ladi. Ha, nomi shunday. Buni tarkibida 11 xil mol yeydigan mahsulotlar qo'shilgan. Makka jo'xori, bug'doy. Eng qizig'i buni moyi o'ziga bo'lar ekan, to'g'rimi aka? Moy o'zida qoladi, shunday. Moy o'ziga bo'ladi, boshqa yemlarga moy bo'lmaydi, bilamiz uni. Lekin bu yemimizda ichiga, ya'ni tarkibiga moyi ham bo'lar ekan. Aka, yana nimalar? Tuz. Bunda amino kislotalar. Hamma vitamin B, vitamin C, E, D vitaminlar qo'shilgan. Molni go'shtga singish darajasi 95%. 95%. 95% go'shtga oladi bu moy. Bu yemni yegandan keyin. Bu chunki ko'rsatishingiz mumkin, rezultat rangi ham tiniq ekan-da. Rezultat beryapti. Mana shu haqiqatdan rezultat beryapti. Keyin buni yegan mollarimiz hozirgi yuqumli kasalliklarni yuqtirmayapti. Immunitet juda kuchli. Immunitet ko'tariladi buni agar iste'mol qilsa. Immunitet juda kuchli ko'targani sababli uncha yuqumli kasallik yuqmayapti. Masalan, mana shu atrofda hozir kasallik ko'p tarqalyapti, mollar to'g'risida. Shu atrofimiz to'liq kasal bo'ldi hisob. Xudoga shukr, mol kasal bo'lmadi hisob. Mol kasal bo'lmadi. Farhod aka ham asli o'zlari Samarqand viloyat Pastorg'om Juma qaysi qishloq? Utarchi mahallasi. Utarchi mahallasidan bo'ladilar. Menga telefon qildilar, "Soljon keling, bir yangiligim bor" dedilar. To'g'rimi aka? Shunday. Hozir keling, mana to'g'risi o'zim ishonmadim. Lekin menga tushuntirib berganlaridan keyin to'g'risi juda ham qiziqib qoldim. Molda oldingi holatdagi rasmlarni ham ko'rdim to'g'risi. Lekin bu holga kelishi to'g'risi ko'z hech kim ishonmaydi-da aka. Ha, bir oy
sal o'tar o'tmas bo'ldi mana shu mollar boqilganiga. Aha. Akalar, bu videomiz mol sotish emas, bu videomiz nima haqida bo'lyapti? Yemimiz mana shu darajada keladigan buqalarimizga sababchi bo'lgan, ya'ni mana shu omeqda yemimiz bo'ladi. Akamiz o'zlari ishlab chiqaradilar. Holi O'zbekiston territoriyasiga holi uncha-muncha yo'q. Yo'q. Akalarimizning nomerlari pastga bo'ladi. Aka garantiya ham beramiz bir oyga o'zgarishiga. Agar u rezultat bermasa, telefon nomerimiz bor. Bemalol bexijolat qo'ng'iroq qilaversin. Pastga Farhod aka nomerlari bo'ladi. Telefon qilib batafsil ma'lumot aka, buni tayyorlash qanday bo'ladi? Quruqlay berish kerakmi yo'qida nam holatdami? Agar hozirgi sharoitda bizlar biroz ko'rsatishingiz mumkin. Hozir ko'rsatamiz. Tayyorlab. Mana masalan mana 2 kilo atrofida oldik. Mana keling ko'rsating. 2 kilo atrofida oldik. Mana yaxtay suv. Yaxtak suv. Kimdir issiq suv quysa ham bo'laveradi. Suv quysa ham bo'ladi. Biz yaxtay suv solyapmiz mana. Qarang, 2 kilo nimaga? Yemga necha litr suv quyish falojna aka? Shuni ham ayting. Endi 2 kiloga 2 litrdan ziyodroq 2 litr bo'ladi. 2 litr. Endi shuni atrofida biriga bir qo'shilib ekanda. Qo'shilsa bo'ldi, suv yetadi. Agarda hozir shu ham shishadi, shishib o'zi quyuqlashib qoladi. Quyuqlashib ketadi. Uje suv bateriya bo'lib ketadi-da. Shunday. Hozir mana qalamiga yaxtay suv soldik. Hozir bu yerda bir 10 minutga bormay pichini yutadi-ku, pichini qilib yutamiz. Oddiy pichini, masalan, pishiriq mahsulotlar qanday yutadi, ana shunday yutib qoladi. Yutib qoladi. Endi qarangda Farhod aka, aslovnoy issiq suvga tayyorlashni maslahat berasiz, to'g'rimi? Issiq suvga shunday. Issiq suvga. Suv yaxshi. Ya'ni kuymas. Kuyar kuymas, bir 70-80 gradus suvsa bo'ldi. 70-80 gradus issiq suv bo'ldi. Bu yemimizda nafaqat buqalar, ya'ni undan tashqari sigirlar ham iste'mol qilinadi. Sigirlarga beryapti, hozirgi kunda sigirlarga berilyapti. 4 litr, 5 litr suti bor sigirlar. O'sha menga telefon bo'lyapti. Aka, sigirimizni suti 10 litrdan oshib ketdi, 10 litrga chiqib ketdi. Oldin 3 litr bergan, to'g'rimi? 3 litr bergan mol o'zi 10 litrga yaqinlashib qo'ydi. 5 litrlar 10 litrdan oshib ketyapti. Birga bir sutni oshiryapti. Ya'ni sabab shu yemimiz bo'lyapti. Sabab yem. Yem cheksiz miqdorda bor deyaptilar Farhod aka. Xudo xolasa undan muammo bo'lmaydi. Yem qancha bo'lsa zakaz bilan yetkazib beramiz uyigacha, manzilgacha. O'zimiz bo'ynimizda. Dastavka, ya'ni Samarqand viloyati bo'ylab mutlaqo bepul bo'ladi. Agar aka bizni boshqa viloyatdan ham kuzatishadi, Chorvoga qiziqadigan akalarimiz bor, Toshkentdanmi yo Xorazmdanmi, shularga dastavkasi qanday bo'ladi aka? Yetkazish imkonini qilamiz. Agarda bu endi hozir optim narxini ham aytamiz. Akalarimiz faqat optimga chiqaradi, to'g'rimi aka? Shunday. 1 kilosi aka necha pul bo'lyapti? Hozir biz kilosini 5,5 mingdan sotyapmiz. 5,5 mingdan. O'zimizni atrofga 5,5 mingdan. 5,5 ming. Aka, agar bizni kanaldan realni menga bir misol 1 tonna, 2 tonna yoki 10 tonnagacha kerak desa aka, 5 mingga qilib bera olamizmi aka? Yine 5 ming kam bo'lardi. Dastavkasi ham endi ichida deyapmiz-ku, masalan, kimdir 50 kilo olaman deydi, misol ancha uzoq masofa. 50 kilo uchun ham vojimiz yo'q, majburimiz olib berishimiz kerak-da, endi bo'ynimizga olganimizdan keyin, to'g'rimi? Farhod akani nomerlari bo'ladi, bexijolat telefon qilsalang yanada batafsil ma'lumot berishadi. Aka, bunimiz ham xuddi 1 oylik buqalarimiz bo'ladi, to'g'rimi aka? Shunday. Qaranglar uni 1 oyga juda ham zo'r rezultat. Men rasmlarni ko'rdim, oldin 1 oy oldingi holatini to'g'risi taklif qilib qolaman akalar. Agarda mollaringni mana shunday buqa holatda keltirmoqchi bo'ladigan bo'lsalaring, Farhod akaga telefon qilsalaring, retseptlarigacha batafsil ma'lumotni sizlarga aytib o'tishadi. Chunki aka ko'p joylarga ko'ramiz, bir xil tanishlarimiz aytadi, molni yemga tashladik, lekin mol o'zgarmayapti deydi-da aka. Lekin tinimsiz yem beryapti aka. Lekin Farhod akam aytayapti, bunga unaqa muammo bo'lmaydi deyaptilar. Tarkibiga ancha ko'p narsa qo'shilgan. Ko'p narsa aralashib shu holga kelgan, to'g'rimi aka? Hozir men yedirib ko'rsatamiz. Masalan, dizayn quruqlar ham yeyaveradimi aka? Quruqlar ham yeyaveradi. Quruqlar taylab ko'ring aka, yeyishini bitta ko'rasizlar hozir. Quruqlar ham yedirib ko'rsatamiz. Keyin buni yaqindan ko'rsating uni.
Berib ko'ring qani aka, ko'raylik ha. Mollar bu yemni yeb o'rgangan, boshqa yemni bersak yegisi kelmay turibdi. Yegisi kelmay turibdi. Chunki yeyishini bitta ahamiyat beradigan bo'lsalaring, mana. Boshqa yemni bersangiz, qanday yegisi kelmaydi bunday. Mana. Qaranglar. Ya. Qo'sh. Bir oydan berib shu yem bilan beryapsiz, to'g'rimi aka? Ha, shunday. Hozir bu italabkisi berilgan edi, shuning uchun kamroq beryapmiz. Aha. Italab yeganda bular. Endi ko'p bersa zo'riqib qoladi. Ha, ko'proq bersa ham bunday normadan oshirib bersa ham bo'lmaydi, lekin uni ham e'tiborga oladi-da endi beradigan. Bitta molimizga bir kunga misol necha kilogacha palovjni aka? Bitta molga masalan endi molni gavdasiga qarab, yeyishiga qarab beraveradi-da. Aha, molni gavdasiga qarab. Ha, gavdasiga qarab yeyish. Qaranglar. Yeyishiga qarab, ishtahasiga qarab beraveradi. Zo'r. Lekin immunitetini juda ham kuchli ko'taryapti mol. Ya'ni kasal ko'p yuqmaydi. Kasallik yuqtirmaydi-da. Chunki bunda mol uchun kerakli barcha vitamin, oqsillar mavjud. Adashib qolmanglar akalar. Bu videomizda chiqarayotgan maqsadimiz, ya'ni buqa boqadigan odamlar adashmasdan mana Farhod akani nomerlarini qo'yamiz. Telefon qiladigan bo'lsalaring, mollaringni sizlar kutmagan holga keltiradigan ma'lumotlarni berishadi. Aka, buni buqalardan tashqari, ya'ni sigirlardan tashqari qo'ylar ham iste'mol qilsa bo'ladi. Ha, qo'ylarga ham bemalol yezsak bo'ladi. Qo'ylarga hozir olib chiqaymi, qo'ylarga ham beramiz. Aha. Hozir qo'ylarga ham berib ko'ramiz. Qani qo'ylar qanday yeydi? Buqalarni ko'rsatib qo'ying qarang aka. Shunga miriqib yeyapti to'g'risi. Zo'r. Bu tarafiga qo'ylari ham bor ekan o'zlarini. Ha, qo'ylar. Kerak. Qaranglar. Qo'ylar shunaqa ham sevagan bu yemni to'g'risi. Ha, qo'ylar juda yaxshi ko'rib yeyishadi qo'ylar. Qo'yi bor akalarimizga ham bu videomizda podelica tugmasini bosib jo'natib qo'yinglar. Chunki haqiqiy yemni oqtarib yurgan bizda yurtdoshlarimiz ko'p. Chunki bu videomiz ancha manfaatli bo'ladi. Aka, qo'ylarimizni ham o'zgartirishi yaxshimi? O'zgartirishi zo'r. Masalan, sog'liq qo'ylarimiz hozir o'zi quzulash jarayoni boshlanyapti. Yaqinda quzulash jarayoni boshlanadi. Sog'liq qo'ylarga agar kuniga bir mahal ikki mahal yedirsa, quzi zo'r effekt beradi. Zo'r effekt, semiradi. Quzi katta quzi bo'lib, ertaga yaxshi qo'y chiqadi quzi. Ya'ni arpadan ham kuchlilik qiladimi bu? Arpadan ham ancha effekt beradi. Arpa ichida arpa ham bor buni. Ha, buni ichiga arpa ham bor. Arpasi ham bor. Akamiz aytayaptilar, bir 20 ta mahsulotlar endi bir joyga jam bo'lgan yemimiz bo'lyapti. 11 mahsulot. Bug'doy deysizlarmi, arpa deysizlarmi, tuz. Bunday. Hammasidan bor. Behijolar Farhod aka nomerlari pastga bo'ladi. Aka, Telegram, WhatsApp bor. Bor. Agarda shu Farhod akani olib kelaman desalar, lokatsiya ham tashlab berishadi. Adashmasdan kelishingiz mumkin. Cheksiz amyonda topib bera olamiz. 10 tonna desa ham topib bera olamiz. Bor, 10 tonna ham topa olamiz. Aha, zo'r. Aka, adashmasam yemimiz tayyor bo'lib qoldi. Uni ham hozirda berib ko'ramiz, keling. Utilgan yemni aytyapsiz. Ha, utilgan. Boya o'tib qo'ydi. Endi 10 minut menimcha yo 5 minutlar o'tdi aradan vaqt. Hozir berib ko'ramiz. Buni ham yeyishini ko'rasizlar. Mana ishib ketganini ko'rsating. Uji suvdan qolmadi ishlaydi. Suv tortib ketgan. Aha. Yarim yaxtay suv soldik biz. Yaxtay. Agar issiqroq bo'lsa tez tayyor bo'ladi. Ha, suvga tez tayyor bo'ladi. Qarang, pichinidek o'rgan. Ha, ko'rasizmi, pichinidek. Ha. Aka, bering qani endi bir ko'raylik yeyishini. Bismillah. Yeyishini qaranglar uni. Lekin quruqga nisbatan o'tilgani yaxshi yeykanda, to'g'rimi? O'tilgani. Qaranglar. Buni ham ko'rsating. Boyagi talabki zavtrak bo'lganda bularga. Ha. Shunga qorni ham to'q tomonlar. Qorni to'q. Ha. Bir kunga o'rtacha shu 1 kilolar ketib qoladi, to'g'rimi aka? Qizg'anib yeyishini qarang, mana qizg'anib yeyishyapti. Ko'ryapsizmi? Zo'r. Qizg'anib yegan mol yaxshi narsani qizg'anib yeydi-da mol. Shunday. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring, hozir o'zlaringizni xonadonlaringizga boramiz. O'zingiz shaxtdan chiqarasiz, to'g'rimi yemlarni? Uchastkamizda. Ha, uchastka. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Arqadagi ishxonangiz, ha? Mana zavodga
Chiqyapti, chiqqan. Bu hozir zakazga tayyor bo'lyapti. Tayyor. Akalarimiz o'zlari ishlab chiqaradi. Bunaqa kiyim boyagida video davomida ham aytib o'tdik. Ya'ni holi bunaqa kiyimlar uncha yo'q bizga. Mana keling ko'rsating. Endi qaranglar turishini. Kiyim haqiqatan sifatli mana bu. Sigir desalar, sigirlarga ham, buqa desalar, buqalarga ham bexijolat chorvaga xohlagan chorvaga ketaveradi. Bu yerda qo'y deysizlarmi, buqa deysizlarmi, sigir deysizlarmi, ketaveradi. Mana ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari juda ham ko'p ob'yomda bor. Hozir video davomida ham qo'yib qo'yamiz. Bexijolat telefon qilaverasizlar. Farhod aka, katta rahmat bergan ma'lumot uchun. Xudo xolasa yana yangiliklar kutib boraveramiz aka sizdan. Xudo xolasa yangiliklar bo'laversa chaqiraveramiz. Xudo xolasa. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, biz har doim shunaqa optinchi, birinchi joylardan videolarimizni chiqarib boraveramiz, birinchilardan ko'rishingiz mumkin. Ya'ni chorvaga qiziqadigan aka-ukalarimizga bu videomizni podlistda tugmasini bosib jo'natib qo'yamiz.